Aziz aka, loy lomboz ustidan polistirol lomboz qilib jonga tegib ketdingiz aka. Nimaga odamlar loy lomboz ustidan polistirol lomboz qotdi agar loy lomboz yaxshi bo'lsa? Loy lomboz yaxshi, lekin ko'p joyda issiq o'tib ketyapti-da, yupqa qilib qo'yapti, yorilib ketyapti, shuni hisobiga issiq o'tib ketyapti. Odamlarga tavsiya, aka, agar siz uyingizni zo'r issiq sovuq qilmasligini xohlayapsiz va tunkalarni ham borki, qorasini qilib qo'ygansiz va shuni xohlayapsizki, issiq sovuq umuman o'tkazilmaydi. Xuddi shunaqa joyga biz polistirol lomboz tavsiya qilayotganmiz, bilasizmi? Loy lomboz o'rniga. Aziz aka, qarang, mana shu necha kvadrat bo'ldi o'zi umumiy joyimizda? Bu 175 kvadrat, tepada yana 70 kvadrat atrofda qo'ydik. 240 kvadrat uni quyib bo'ldingiz-a? Necha kun ketadi mashinga? Hammasini Bir kunga. Bir kunda hammasini qilib tashlaysiz. Hech qanaqa remontga ta'sir qilmagan holatda. Yo'q, remontga ta'sir. Suv oqib ketmaydi. Yo'q. Tashqi remontga ta'sir qilmaydi. Klient shundoq plati, liti, xolos. Pulini to'laydi, hamma narsasini o'zim kaprizga mos qilib chiroyli qilib beramiz, to'g'rimi? Shunaqa. Muammo bo'lmaydi hech qanaqa. Aka, qarang, polistirol lombozimiz eng asosiy sostavida penoplasti bo'ladi, sementi bo'ladi va ikki xil o'zining qo'shimchasi bo'ladi. Har xil pena, meni yoki boshqa narsa qo'shmaymiz. U o'zini xarakteristikasiga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni polistirol lombozni, sement va pokeni birga aralashtirganingizda teploprovodni usti 0.3 ga teng bo'ladi, aka. Ya'ni qolganlarniki boshqacharoq bo'lishi mumkin. Biz bunga javob beramiz va biz qilgan ishimizga ham javob beramiz.